Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmati inspektori Hojiakbar Abdulqulov. Hurmatli haydovchi, amaldagi yo'l harakat qoidalarining 31 va 9-bandiga amal qilmasdan harakatlanib kelyapsiz. Marhamat qilib me'yoriy hujjatlarni taqdim qilishingizni so'raymiz. Komandir qalbira olmagandim, iltimos. Kenaya, Labbay. mana sizga. Tinchlikmi? Qayerdan oldingiz? Kechish yaxshi bo'ldi. Shundan chiqdi. Rahmat. O'zi yangi ko'ylagim yo'q edi. Anchadan beri olaman deb yurganim. Ertaga barib olib kelaman. Bo'ldi. Rahmat. Ishlaringiz rivojini bersin. Mana aytganingiz kelsin. Bo'pti, men kirib yaxshi o'tiring. Yaxshi boring. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimi? Sizimiz? Qayerga? Ishga? O'ligingni olding. Yo'q. Kendanga qayerdan pul berdi? Ha, kecha yaxshi ish bo'lib qoldi. Shundan chiqdi. Pora olyapsan. Ay yo'q, qiziqmisiz aka? Unaqa narsa bo'lgani yo'q. Xavotir olmang. Bilasan. Ota-onamni erta yetim qolganmiz. O'zim shu vatan xizmatida bo'lishni juda orzu qilganman. Shu orzularim senda ko'rishni xohlayman. Shu vatan xizmatida bo'l. Oylikdan boshqa pul kerak emas. Iltimos sendan. Unaqa pullarga yaqinlashma. Xavotir olmang aka. Unaqa qotgan. Davlat ishonchini suiiste'mol qilmagan. Mayli, yaxshi bor. Yaxshi o'tiringlar. Hojiakbar! Kenayni boshini urib ketdi! Gapir! Gapir! Nima bo'ldi? Kenayni boshini urib ketdi! Bo'lishi mumkin. Kim? Qaysi biri? Kenaymi kim urdi? Qani shopir? Senmi? Tilizobdan hurmatli haydovchi. Davlatimiz tomonidan berilayotgan oylik maosh oilamizni boqishga bemalol yetadi. Qonun hamma uchun barobar. Marhamat qilib tushishingizni so'rayman. Iltimos komandir, bir marta imkon bering. Yo'q, hurmatli haydovchi. Qonun ustuvorligini ta'minlaymiz. Marhamat qilib o'tirib olishingizni so'rayman. Ostonadan boshlangan izim, vatan bo'ldi eng yaxshi so'zim. Jon kerakmi